Assalomu alaykum hammaga. Hop, xudo xolasa Gentra mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinada bo'layotgan muammo. Hozir pompasini ko'ryapmiz. Sababi xolastoy xodda mashina qaynab ketyapti. Gaz bosi temperatura ventilyatorga tushyapti joyiga, как положено. Hop, birinchi bitta qilib beradigan ishimiz ventilyatorning gradusini pasaytiramiz. Ikkinchisi pompa sirkulyatsiyasini ko'ramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib joyiga keltirib beramiz. Hop. Yana ventilyator birinchi skorost ishlab, ikkinchi skorost ishlamayotgan ekan. Ularni ham ko'rdik, предохранитель urgan. Xullas, дополнительный ventilator qo'yilganda xato подключение qilingan hisobiga короткое замыкание bergan. Yoz issiq kunlarida ustalarni eritib yuboradigan gradus bo'layapti-ku. Lekin erib ketmaslikka harakat qilib ishlab yotamiz, xudo xolasa. Xo'p. Pompani ochish jarayoniyapti. Xudo xolasa u jarayonni ko'rsataman. Bunda korobka remont damas. Hop, bundagi bo'layotgan muammo. Hop. Ko'rib turibsizlar. Hop, mashina 3-skorusdan 2-skorusga olganda g'ittirlab ovoz chiqarayotgan ekan. Xudo xolasa buni ham ideal qilib remont qilib beramiz. Ora-orada 2-skorusdan chiqarmay qo'yayotgan ekan. Xudo xolasa ishlarni ideal chotki qilib bitirib ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Pompani yangisi o'zim kelib. Buni sababi mashina qizib ketishiga asosiy sabablar bo'lyapti. Biz endi bu tomonda korobkaga zapchastlarimiz keldi. Terib olish jarayonini boshlashimiz kerak. Xudo xolasa mashinaga yurgizib olganmiz. Выборda командорили высокий, командорили низкий. Mashina temperatura aqlashlash жидкость 76 gradusda turibdi. Uni tekshirib ko'ramiz endi. Yangi pompada o'zi ventilyator ishlagandan keyin aqlashlashni qaytish kerak, o'zi gaz bosmagan holatda. Xudo xolasa. Xudo xolasa 90 gradusga ham chiqdi. Ko'ramiz endi. %96 gradusda birinchi skoros ishladi. Eski. Ko'ramiz endi. Ventilyator o'zi 2 gradus qaytyapti. 96 dan 93 ga tushdi. Xo'sh. Высокий ham hojat qolmadi, xudo xolasa. Xudo xolasa Gentramizni muammosini hal qildik. Endi damasimizni korobkasini sborka qilamiz-da. Xudo xolasa. Hop, olib kelingan zapchastlar. Вторичный вал almashadi. Синхрон. 205 канаткали подшипник, иголчатый подшипник. Перештурвал с линией заодно almashtirib tashlaymiz и muftichka mana. Trick. First, second deb yozib qo'yibdi. Shunaqa gaplar. Sborka qilish jarayonini to'liq ko'rsatmayman, lekin
Sborka qilganimizdan keyingi mana teplovoy zazorlar, xudo xohlasa yo'q bo'ladi. Ko'ramiz endi natijasini sborkadan keyin bir ko'rib tekshiramiz. Xolos mana Damas sborkasi ham korobkasi bitib qoldi. Mana ko'rib turganingizdek ekan, hech qanaqa lufti yo'q. Luftsiz sborka qilib cho'tka qildik. Xolos mana eski zapchast. Moshina qo'yib, Xudo xolasa sinab ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa mana korobkamiz ham tayyor bo'ldi. Sborkasini qildik, endi test drive qilib ko'ramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa korobkada четкий тест-драйв deydimi? Korobkada asosan ikkinchi skorostda ushlab qolardi. Biz ochganimizda muammosi ikkinchi skorostda ushlab, uchinchi skorostdan 2 ga olganda g'irtillab tushgan, birdan 2 ga reski olganda g'irtillab tushgan. Xo'p, shunaqa muammolari bor edi. Ikkinchi skorostdan chiqmasdi. Xudo xolasa ularni ham bartaraf qilib, hammasini chiroyli qilib berdik. Damasimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.